Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun karom tuzlash retseptini sizlarga taqdim etaman o'z uslubim bo'yicha. Men buni o'z xolamdan o'rganganman. Albatta bolalik davrimizda xuddi shu uslubda karomlarni tuzlab qo'yar edi. Biz esa kastrulkalardan olib maza qilib iste'mol qilardik. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan ishimizni boshlab olamiz va bir dona kattaroq, yirikroq karomni olib, mana shunday katta-katta bo'laklarga bo'lib olamiz. Hozir tashqi havoyimiz juda ham sovuq emas, shuning uchun iliq bo'lganligi sabab kamroqdan tayyorlab qo'ysangiz bo'ladi, chunki buni muzlatgichga qo'yib turamiz. Hozirgi paytda agar sovuqqina qish fasli bo'lsa, katta kastrulka chelaklarda tayyorlab olsangiz bo'ladi. Hozirgi paytga mana shu bir donadan tuzlab ishlatsangiz bo'ladi, tugab qolsa yana tayyorlayverasiz. Karomlarni juda ham mayda qilib to'g'rab yubormang. Mana shunday yirik katta qilib bo'laklarga bo'lib olasiz. Ekranga yaqinroq ko'rsatyapman. Xuddi shu stilda to'g'rab oling. Keyin bizga kattaroq idish kerak bo'ladi yoki kastrulkalar bo'lsa, undan foydalanishingiz mumkin. Menda mana shu idish bor edi. Mana shu idishdan foydalandim. Karomlarni bo'laklarga bo'lib olganimizdan so'ng idishga bir qator terib chiqamiz, ustidan esa tuz sepib chiqamiz. Taxminan bitta katta karom uchun 4 osh qoshiqda tuzni sepib yuborsangiz bo'ladi. Sizda kichikroq karom bo'lsa, 3 osh qoshiq tuzdan foydalanasiz, faqat to'la qilib foydalanish kerak. Karomlarni mana bir ustun qilib bostirib oldik. Siz hozir O'zbek qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizni kuzatishda davom eting va Instagram sahifalarimizga ham o'tib bemalol retseptlarimizni ko'rishingiz mumkin. Endi terilgan karomlarning ustidan qaynoqqina suvni quyib olamiz. Suvimiz gaz plitamizda yaxshi qaynagan bo'lishi kerak. Suvimiz qaynoqqina bo'lsa, karomni tayyor bo'lishi ham osonroq, tezroq bo'ladi. Qaynoqqina suvimizni karomni ustidan karomni ko'madigan qilib quyamiz. Juda ham kam quyib qo'ymang. Mana shunday karomni ustida turish kerak suvlari va ustiga tarelka yopamiz. Uni ustidan esa mahkam og'irroq narsani bostirib qo'yamiz va bir kunga qoldiramiz xuddi shu joyda. Rosa 24 soatdan so'ng karomni ochamiz. Endi esa tuz yegan karomlarimizni tekshirib ko'ramiz. Mana shunday qayriladigan, buklanadigan holatda bo'lsa, tayyor bo'lgan bo'ladi. Agar karom tayyor bo'lmasa, ushlashingiz bilan sinib ketadi. Mana ko'rib turibsiz, bizni karomimiz har tarafga qayrilib beryapti. Mana shu holatda mana mahkam qo'lingiz bilan qayrisangiz ham sinib ketmaydi. Agar qirsillab sinib ketadigan bo'lsa, karamni yana 3-4 soatga bostirib qo'yasiz. Bizni karomlarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni sho'r suvidan ajratib olamiz. Men har doim mana shu uslubda karomlarni tuzlayman. Hammaga yoqadi. Albatta siz ham mana shu uslubdan foydalanib ko'ring. Juda ham ko'pchilik har xil holatda tayyorlashi mumkin. Bu ham siz uchun yangi ideya bo'lishi mumkin. Karomlarimiz suvdan sirqitib oldik. Ko'rib turibsiz, umuman sinib ketmayapti. Endi bizga bulg'or qalampir kerak bo'ladi. 1 kilogramm bulg'or qalampirini ichidagi urug'laridan tozalab yuvib olamiz va 3-4 dona oddiy achchiq qalampir ham qo'shib yuboramiz. Tagida qolib ketibdi. Men tayyorlagan qalampirlar chesnoklardan foydalanamiz. Chesnoklarimiz ham
Mana shu holatda katta bo'lsa 10-11 dona bo'lagini ajratib olamiz va ushbu bulg'or kalampir, chesnok va oddiy achchiq kalampirlarni miyasurowka yoki bo'lmasam cho'pirdan maydalab o'tkazib olamiz. Videoyim cho'zilib ketmasligi uchun men bu jarayonni ko'rsatmadim. Mana ko'rib turibsiz. Men miyasurowkadan o'tkazib oldim. Endi tuz yegan karomlarimizni idishimizga bir qator terib olamiz. Ustidan esa tayyorlab olgan achchiqimizni xuddi shunaqa qilib surtib chiqamiz. Va buni ustidan ukrop, lavr bargi va chesnoklardan 2-3 donadan mayda qilib to'g'rab, uni ham sepib yuboramiz. Xuddi shu jarayonni siz ham yaxshilab kuzatib boring. Sizlarga taqdim etilayotgan ushbu retsept uchun hech qanaqa pripravalar, ziravorlar yoki bo'lmasam uksus umuman kerak bo'lmaydi. Hech qanday ziravorlarsiz tayyorlaymiz ushbu retseptni. Agar karomingiz tuzlagan paytingizda juda ham sho'r bo'lib ketgan bo'lsa, bir qator vodoprovod suvida, muzdekkina suvda yuvib yuborsangiz, sho'rlari salgina kamayadi. Agar tuzi salgina kamroq bo'lib qolsa, o'zingiz yana bir qator tuzdan sepib yuborishingiz ham mumkin. Bu uslubda har doim karomlaringiz o'xshab chiqaveradi. Karomni tagida yig'ilgan mana shu sho'rtakkina suvni ham quyib yuboramiz. Bir piyolacha bo'ladi. Tayyorlagan mana shu adjikamizga umuman pomidor yoki baqlajonlar solmaymiz. Bulg'or kalampiri va achchiq kalampir, chesnokni o'zidan foydalanamiz. Tuz ham solinmaydi, chunki karomni sho'ri o'zi yetarli bo'ladi. Retseptimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, obuna tugmasini va like tugmasini bosib qo'ying. Qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. 1 yil avvalgi tayyorlab sizlarga ko'rsatgan retseptimda ukrop solinsa tez aynib achib qoladi degan kommentariyalar yozilgan. Unday emas. Ushbu retsept juda ham tez tamom bo'ladi. Oilangizga bir dona karomdan foydalanib tayyorlasangiz, juda ham tezda tugab qoladi. Endi ushbu karomni mana tayyor qilib, xolodilnikka 3-4 soatga solib qo'ygandim. Undan so'ng esa sizlarga ochib ko'rsatyapman. Achchiqqina suvlarni ham juda ham yeyishli bo'ladi. Bu retseptni oddiygina taomlar bilan emas, o'zimizni nonlarni orasiga solib ham yesangiz bo'laveradi, chunki bunga umuman uksus solinmagan, ta'mi o'zgacha bo'ladi, nordon bo'lmaydi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Albatta ushbu retsept bo'yicha siz ham tayyorlab ko'ring va oilangizni xursand qiling. Ko'rib turganingizdek juda ham ko'p mablag' talab qilinmaydi. Mana shu tayyorlagan retseptim 20 ming so'm bilan tayyor bo'ldi. Mana qancha odamga yetib ortib qoladi ushbu karomlar. Endi esa mana shu tag tarafidan solamiz, chunki tagida suvlari to'planganligi sabab sellikkina qilib olishimiz kerak tarelkaga solishda. Ustini esa yana tekizlab, idishimizni qopqog'ini yopib, yana muzlatgichga qo'yib turamiz karomlarni. 1 haftagacha turaveradi. Juda ham zo'r bo'lib chiqadi, qarsillagan, umuman yumshab ketmaydi. Mazza qilib iste'mol qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling. Bizda eng oson va eng oddiy retseptlar. Allohga omonat bo'ling.